Xo'p, sizda semizlik bor, lekin dietologlar yordam bermayapti. Sizda semizlik bor, endokrinolog ham yordam bermayapti. Siz zallarga chiqyapsiz, harakat qilyapsiz. Uyda o'zingiz mustaqil dieta qilyapsiz, hech qanaqa xamirli ovqat yemayapsiz, lekin sizda semizlik qaytmayapti. Bu semizlikning turi noksimon deb nomlanadi kitoblarda. Lekin juda ham kam sonli doktorlar bundan xabardor. Bu kasallikning nomi lipedema deb nomlanadi. Lipedema bu faqat ayollarda uchraydigan semizlikning bir turi. Buni boshqa semizlikdan farqi bu genetik bo'ladi. Ya'ni yo onadan orttirilgan, yo xoladan orttirilgan. Ko'p hollarda bo'lishi mumkin. Buni boshqa semizlikdan farqi, masalan, ovqat yeb semiradi, yo dori vositalari olib semiradigan kasallardan farqi nimada desangiz, bu paydo bo'lgan yog'ni eritib bo'lmaydi quruq dieta bilan, harakat bilan. Lipedemani shu og'irroq tomoni shunda. Boshqa semizlikdan farqi. Undan tashqari nima farqi bor desangiz, bu semizlik turi asosan oyoq, qo'lda bilinadi. Masalan, qorin sohasida semizlik bo'lmasligi mumkin. Masalan, ayolning ko'rinishi o'sha qorin qismi ingichka bo'ladi, lekin bo'ksa qismi, orqa tomonlari, yonbosh, keyin son qismlari birdaniga kengayishib boshlaydi. Undan tashqari qo'llarini yozganida yelkada bunaqa yog' qatlam bo'ladi va bu yoshligidan boshlab paydo bo'lgan bo'ladi va u kattalashib boradi. Yana bir jihati lipedemani aniq bilishlik uchun, ya'ni sonda nima deydi, to'lqinsimon g'adir-budurliklar bo'ladi. Ko'pincha bu ayollar uzun kiyib yurishadi, ko'rsatgisi kelmaydi, chunki bu tashqi tomondan ko'rganda shunaqa bir g'adir-budurlik bo'ladi. Bu nima qilish kerak? Xo'p, endi davolashga kelinadigan bo'lsa lipedemaga nimaga men boshida aytdim? Hech qanday dieta, hech qanaqa harakat buni yo'qotib bermaydi yog'ni. Yog'ni yo'qotmaydi degan sababim, masalan, yog' hujayralari bor. Yog' hujayralari bu genetik bo'lgani uchun odamning organizmida o'sha ma'lum bir genlar bor, axborot bor. Bu axborot shu yog' hujayralarini ko'paytiradi. Siz dieta qilganingizda, masalan, ichki yog'lar erishi mumkin. Siz harakat qilganingizda, sizda lipedema bo'lsa ham, harakat hisobiga sizda masalan 10 ta yog' hujayrasi bor deylik. 10 ta yog' hujayrasi 1 kilo. 1 kilo. Siz harakat qildingiz, siz shug'ullandingiz, bu yaxshi. Buni o'ziga yarasha foydasi bor, lekin shu 10 ta yog' hujayrasi 1 kilo bo'lgan bo'lsa, siz dieta qildingiz, shug'ullandingiz, ana endi bu yog' hujayrasini soni 10 ta bo'lib turaveradi-da, kilosini masalan 800 grammga tushadi. Ya'ni hajmi kichrayadi. Hajmi kichraygan hisobiga ko'rinish yaxshilanishi mumkin estetik tomondan.